YouTube 90% ishlamay qoldi. Biza buni bitta zo'r yechimini topdik. Hozir tekinga sizlarga life hack. Bu muammo birinchi paydo bo'lganda oddiygina yechimi bor edi. U yechim qanaqa edi? Настройкаga kirib turib, приложениyaning ichiga kirganda, aynan YouTube ichiga kirib turib, очистить cache qilganda, yana qaytib chiqib ketamiz. Bemalol YouTube ga kirganda ishlab ketyotdi, lekin ko'ryapsizlar, hali ham shu muammo turibdi. Bu yechim endi yechim emas. Men sizlarga eng zo'r yechimni ko'rsataman. Bizga buning uchun bitta USB flashka kerak bo'ladi. Shu USB flashkaning ichida maxsus programma bor. Shu programmani televizorimizga yoki Android pristavkamizga o'rnatib olamiz. Buni nomi Tizen Tube programmasi. Tizen Tube programmamizni televizorimizga ustanovka qilganimizdan keyin ko'ryapsizlar. Aynan shu ilovani ichiga kirganingizdan keyin bemalol YouTube dan foydalanishingiz mumkin. Hech qanaqa bloklar bo'lmaydi. Bu ilovani qayerdan olaman degan savolingizga TV kanal B19 profilini Telegram kanaliga kirganingizda APK faylini tashab qo'yganmiz. Shuni USB flashkaga ko'chirib, bemalol apparatingizga o'rnatib olsanglar bo'ladi. Agar shu life hackimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, YouTube'ni ishlatolmayotgan do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar va videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.